Osmondagi bolalar degan loyihangiz bo'lgan. Aynan shu loyiha ochilishiga nima sabab bo'lgan Dilorangiz? Yana og'riq karantinga kirib ketdik. Karantinda TikTok rivojlanib ketdi va chala savod avlod bolalarda kumiriga aylanishni boshladi. W'chilar. Men hazillashib W'chilar deb qo'yardim. Birinchi hayolimga o'zi absattor kelgan. Chunki absattor juda ko'p aytardi. Men Malibu olganman, mana ilm bilan, mana 3D madaniy orqasidan juda ko'p aytardi. Men shunga havas qilishdim dedim. Keyin aytsam kelib bilan keldi suhbatga. Yechsam yechmagan. Osmondagi bolalardan shuni ko'rsa bo'ladi. Ya'ni absattor biz suhbatlashmoqchimiz, kelib yechib qo'ying desam yechmaganda, aytiraversin degan. Endi u ham absattor ham bilmaganlar olib ketishligini. Endi aytdim o'sha men o'ylagan og'riq shu jamiyatdagi og'riqqa to'g'ri kelib qo'ygan. Qanaqa bo'shliq, umuman bizneslar o'zi qachon yuradi, bilasizmi? Bo'shliq bo'lsa. Ya'ni mana talab ko'p, taklif kam bo'lsa. Bu o'sha qoidaga tushib qolgan, talab katta bo'lgan, shunaqa odamlar qiziqqan shunaqa narsalarga, lekin taklif bo'lmagan. Bozorda bo'lsa ham juda kam bo'lgan. Biz uni mehr berib qilganmiz loyihani, o'sha iloji boricha sohasini eng yaxshi mutaxassislari ishlagan o'sha paytda.